Portugaliyani hamma bilsa kerak, dunyoda o'sha jahon chempioni bo'laman deb kelgan komanda. Inshaalloh yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida Portugaliya bilan o'yinga tayyorgarlik jarayonlarini olib bormoqda. Bizga o'sha Fabio Cannavaro kelgandan keyin o'sha shamolni bizga his qildirish uchun juda ko'p harakat qildi. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Futbol panoramasi kanali o'zining dasturlarini davom ettiradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida Portugaliya bilan o'yinga tayyorgarlik jarayonlarini olib bormoqda. Hozir biz e'tiboringizga O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Otabek Shukurovning intervyusini havola qilamiz. Og'ir o'yin o'tkazdik. O'yindagi hisob o'yinga yarasha bo'lmadi deb hisoblaymiz. O'shaning uchun bizga ozroqgina alam qildi. Baribir o'ylaymanki, sizlarga ham butun O'zbekistonga ozroqgina alam qildi. Mag'lubiyat bilan bo'lsa-da boshladik. Endi bunaqa terma jamoalarga qarshi shunaqa o'ynash ham biz uchun avvalo baribir yutuq. Fabio Cannavaro aytdiki, o'sha ularda treneri bizni terma jamoani yaxshi taassurot qoldirdi deb aytganini aytdi va bu narsalar bizga yetmasligi, yanada ko'proq ishlashimiz kerakligini o'sha o'zimiz xatolarimiz ustida bugun ham miting qildi. O'sha o'zimiz xatolar ustida ko'proq ishlasak, yanada yaxshiroq holatga kelamiz. Aynan qanday xatolar xususida ko'proq fikr bildirdi? Endi o'sha har bir ular urgan gollarda o'zimiz xatolar yoki o'sha pozitsionli himoyada yoki ataka chiqishingizda ham o'sha maksimalni qilingan xatolarni, kamchiliklar ko'rib chiqildi. Bundan tashqari bunaqa o'yindagilar o'sha har bir xatoni kechirmaydi, o'sha narsalar haqida. Portugaliyaga qarshi o'yin haqida qanaqa? Endi Portugaliyani hamma bilsa kerak, dunyoda o'sha jahon chempioni bo'laman deb kelgan komanda. Inshaalloh yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Munosib o'ynashga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Otabek, mana o'tgan o'yindan so'ng prezidentimiz katta yig'ilishda o'sha jamoamiz kuchli xarakter ko'rsatgan, iroda ko'rsatgan va sizlarni qahramon sifatida e'tirof etdilar. Bu menimcha jamoani o'sha biroz bosimdan xoli qilib, sizlarga qanaqadir bir kuch bergan bo'lsa kerak. Albatta, muhtaram prezidentimiz o'sha o'zlari bizni qo'llab turgani biz uchun juda ham katta motivatsiya, kuch beradi. O'yindan keyin ham o'sha mag'lubiyatga uchragan bo'lsak ham o'shanaqa fikrlar bildirgani biz uchun juda ham katta ishonch, juda ham katta do'q. Inshaalloh o'shalarga munosib bo'lishimiz kerak. Undan tashqari ham butun bir o'zbek xalqi bizni ayollar ham, erkaklar ham 7 yoshdan 70 yoshgacha maktab, bog'chalarda ham hammasi qo'llab turganini, bizga video qilib tashlayotganlarini his qilib turibmiz. Endi bu jahon chempionati oson bo'lmaydi, lekin inshaalloh oz bo'lsa ham o'sha muxlislarni xursand qilishga harakat qilamiz. Bu jahon chempionati shunaqa ekanki, o'sha eng muhim jihati o'sha odamlarni birlashtirar ekan. Vatanga bo'lgan muhabbatini, o'sha insonlarga bo'lgan muhabbatini birlashtirar ekan. Biz ham faxrlanamanki, o'sha mana shu terma jamoada bo'lganimdan, mana shu terma jamoa, mana shu bayroqning ostida o'ynayotganimdan, mana shu O'zbekistonda tug'ilganimizdan faxrlanamiz. Jamoa jahon chempionati saralash bosqichida ham juda og'ir o'yinlarni o'tkazgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Osiyo darajasi va jahon chempionati darajasi farqi? Endi uni yer bilan osmoncha desa ham bo'ladi, chunki bizga o'sha Fabio Cannavaro kelgandan keyin o'sha shamolni bizga his qildirish uchun juda ko'p harakat qildi. Lekin o'shani faqat eshitdik, harakat qildik-ku, lekin o'zingiz organizmingizda o'shani his qilmagandik. O'ylaymanki, sizlar ham hozir mana shu muxbirlar ham buni his qilyapsizlar, jahon chempionati qanaqa. Bizlar ham futbolchi sifatida o'sha shamolni his qildik. O'shaning uchun Osiyo bilan hozir muxlislar kimdir u o'yna oldi, bu o'yna olmadi deyishi mumkin. Sizga o'ynashga bermagandan keyin u Osiyoda beradi-da o'sha vaziyatlarda siz yaxshiroq o'ynashligingizga. Bu yoqda bermaydi o'sha. O'sha jihatlar juda ham katta orasidagi farq. Bizda avvalo mana shu o'yinchilarda, murabbiylar, har bir shtabda ham o'sha mana shunaqa o'yinlar yanada o'stiradi. Bizning futbolimizni har bir futbolchidan tortib mana shu shamolni his qilganingizdan keyin inshaalloh kelajakda o'shanga qarab harakat qilasiz. O'sha juda ham katta jihat. Futbol panoramasi kanalini kuzatishda davom eting.